Қареке, енді отбасындағы тәрбие бәрібір ата-анаға байланысты. Ата-ана нені жасайтын болса, бала бәрібір соған қарайды, ол белгілі ғой. Сұрағым былай ғой, ата-анаға көп нәрсе байланысты. Ең бірінші ата-ана баласын емес, өзін тәрбиелеу керек. Дұрыс па осы? Иә. Осы жөнде айтып бересіз ба? Баланы тәрбиелемес бұрын ата-ана өзін бірінші тәрбиелеп алу керек. Бізде болады да, өзі оқымағанды оқытқысы келеді, өзі істемегенді істегісі келеді. Бірінші өзіміз жасайық та. Ерте тұрсақ, ерте тұрады. Ұйқыбас болсақ, ұйқыбас болады. Еріншек болсақ, бала-шаға еріншек болады. Дұрыс па? Осы жөнде ата-аналарға насихат керек еді. Albatta, ota-ona o'zi birinchidan haligi aytganimizdek Allohdan qo'rqmoqlik lozim. Chunki ota Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadigan bo'lsa, ona Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadigan bo'lsa, bolani ham shunga targ'ibot qiladi. Ota o'zi ibodatda bo'ladigan bo'lsa, namoz o'qiydigan bo'lsa, to'g'ri yo'lni amalini qilib yuradigan bo'lsa, odamlarga yaxshilik qiladigan bo'lsa, bola ham shuni ko'rib turib ibrat oladi. Shuning uchun farzand tarbiyasida birinchi o'rinda ota-onani o'zi tarbiyali bo'lishligi kerak. Bizda bir maqol bor-ku, avval deydi o'zingga boq, keyin nog'orangni qoq deydi. Oldin o'zingni to'g'rila degan so'zda bu. Oldin o'zingni to'g'rila. O'zing shu bolangga tarbiya berishlikdan avval sen tarbiya berishlikka loyiqmisan yoki yo'qmi? O'zing harom ishni qilib yursang, birovlarni do'ppisini olib boshqa birovga kiygizib yursang, birovni haqqini yeb yursang, yolg'on gapirsang, Allohni buyruqlaridan, qaytariqlaridan qaytmasdan yuraveradigan bo'lsang, sen kimga nimani tarbiya bermoqchisan? Shuning uchun avval ota-ona o'zi tarbiyali bo'lishlik kerak. Ana keyin farzandiga nimani aytsa, o'sha narsa nima qiladi? Ta'sir qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi-ku, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey iymon keltirgan mu'minlar, nima uchun aytasiz o'zingiz qilmagan narsani deydi. Qarang. Haqiqatan ham o'zingiz bir amalni qilib turib, boshqa bir insonga shuni aytadigan bo'lsangiz, ta'siri kuchli bo'ladi. Endi o'zingiz qilmaysiz u amalni. Lekin siz boshqa bir insonga endi sigaretni tashlagin, bu harom, durust emas. Yoki aroqni ichmagin, bu durust emas. Ishib turib aytатын bo'lsa. Deb aytsa-yu, lekin o'zi shuni iste'mol qilib tursa, o'zi sigaret cheksa, o'zi aroq ichsa, o'zi o'g'irlik qilsa, zino qilsa-yu, lekin boshqalarga shu narsani qilma deb targ'ibot qiladigan bo'lsa, u ta'sir qilmaydi. Nega? Oldin deydi, o'zingga qaramaysanmi deydi. O'zingga boq. Oldin o'zingga qara deydi, o'zingga boq deydi. Tushundingizmi? Haligi maqol shundan kelib chiqqanda. Shuning uchun insonning so'zi boshqa birovga ta'sirli bo'lishlik uchun o'zida amal bo'lishlik kerak. O'zida amal bo'lmadimi, boshqa birovga gapiradigan bo'lsa, u ta'sir qilmaydi u. Shuning uchun ota-onalarga aytadigan so'zimiz, nasihatimiz, oldin shu farzandingizga nimadan tarbiya bermoqchisiz? Shu tarbiyangizga avval o'zingiz amal qildingizmi yoki yo'qmi? Mana bunga ko'p misollar bor. Imom Abu Hanifa rahimahullohning oldiga bir odam, bir ayol keladi-yu, meni o'g'lim deydi, ko'p asal yeb qo'yyapti deydi. Shuni bir o'g'limga bir nasihat qilib bersangiz deganda 40 kundan keyin kelinglar deydi. 40 kundan keyin yana keladi haligi ayol o'zini bolasini olib kelib.
imom Abu Hanifa rahimahulloh nima deydi? Boshini silab turib, bolam endi asal yemagin deydi. Bo'ldi, endi ketaveringlar deydi. Haligi ayolning jahli chiqadi. Shayx, bitta mana shu so'zni aytishlik uchun 40 kun kutdimmi sizni deydi. Qarang. Shunda imom Abu Hanifa rahimahulloh aytadiki, men mana shu so'zni aytishligim uchun men 40 kun asal yemadim degan ekanda. Ko'rdingizmi? O'sha 40 kun shu bolaga so'zim ta'sirli bo'lsin degan maqsadda nafsini tiyib asaldan tiyilgan ekan. Shuning uchun ota-ona ham farzandiga biror bir nasihat qilar ekan, avval fikr qilish kerak. Hozir men bolamga shu narsani aytmoqchiman, lekin o'zimda shu narsa bormi yoki yo'qmi? deydigan nima bo'lish kerak? Farosatli aql bo'lish kerak ekan.